Nima bu? Yo, o't bo'lmaydimi? Men nima qilishim kerak hozir mana bu yerda? Men hozir nima qilishim kerak bu yerda? Brat, yozib yuboringlar, nima qilishim kerak men bu o'yinda hozir? Qo'l qo'yingchi. O. Nimadir bo'ldimda bo'laman. Nima qilishim kerak hozir men bu yerda? Ochinglar. Ey! Nima qilishim kerak men bu yerda hozir? Yoki anani tepaga qaytib chiqib ketsammikan? Brat, nima qilamiz? Tushunmadim men bu o'yinga, tushunmadim. Bratlar, qani kelinglar, mana bunaqa ish qilamiz. Bugun komment yozinglar, nima qilish kerak, nimani topish kerak, nimani qilish kerak. Babram birinchi o'yinda o'ynayapman, nima qilishni bilmayapman, brat. Kommentariyaga yozinglar, nima qilishimiz kerak, bu yerda nimanidir topishimiz kerakmi? O'ttiq nima, yo. To'rga to'g'ri zona. Brat, nima qilamiz? Tepaga chiqishdim. Tepadan tushdi-ku, brat. Человек-паукman men. Ey qiz. Ey. Men hozir nima qilishim kerak bu yerda? U yoqdan ham bu yoqdan ham chiqib ko'rdim. Korobkani oladimi ajabi? Yaxshi nimani olmas ekan bu. Nima qilish kerak bunda hozir? Men tushunmayapman. Mana yoqqa kirmayapti. Mana bu yerdan tushib ketib qolyapti. Ha, mana olib ko'ramizmi? Bu yoqqa qanaqa o'tamiz? Bu yoqqa qanaqa o'tamiz? Oyoqqa sakrab o'taman. Desam, sakrash ahvolini qaraylik. Oyoq bilan bunday ko'tarib qo'yapti, bo'ldi. Brat, men nima qilishim kerak hozir bu yerda? Qo'lim yetyapti, ololmayapti-yu. Xullas, kommentariyaga yozinglar, nima o'yin, nima qilishim kerak, qayerdan chiqib ketishim kerak. Kommentariyaga polni to'liq yozsanglar, men xuddi shu ishni qilib, shunaqa chiqib beraman.